Qaymoq yo'qmi-ya? O'lish yo'q to'kding, o'lasan endi. Men senlarga nima deybidim? Ko'zingni jum, ko'zingni qas deyibdimmi? O'ldik. 2 kere 2, To'g'ri, Mirjalol Qosipov. 3 kere 7, 21, 5 kere 5, 25, 3 kere 6. 46. Asta, mana ko'ring, asta uring. Esmeralda en tus ojos. Tavba qildim ayajon. Ko'zim qichib qoldi. Urmang! Oyijon urushmang. Ha, go'zal qiz jipirlab kiryapsiz ichkariga. Men sovuqda kutib o'tiribman jinniga o'xshab. Voy, shu sovuqda ham to'y qilasizmi, jinnivoy? Ha, o'zingiz shoshtirdingiz-ku. Yangacha kerak payt vizorda qilin. Ana sevizdagi pamatajon o'tiring. Hozir keltirib beraman. Xo'p, bo'pti, beraman hozir. Muhabbat. Men seni 32 yil kutgandim. Uzr, kerakli paytda vizita qildim-da, ulam. Yo'q, keraksiz payt bezovta qilsangiz ayajon, undaqa kerakli emas edi-cha. Akela, yuzda uvajlayishni qiladigan kremingiz bor-edi, sepingizda, ana shundan bering. Kelib turinglar. Rahmat, lekin ish kapaymi? Bor eshikni ichidan qulfla. Nima bo'lyapti? Qanday bo'lyapti endi? Shu atringdan bitta sepib aka, hasidim lekin. Uzr endi, kerakli paytda bezovta qildim sizlarni. Aka boss, omad. Inangni eroman buyoqqa. O'g'lim uzr, kerakli paytda bezovta. Dada, men bir yilda umrimda bir marta uylanaman. Mana voy popuq, mana sanga, mana bezvet sanga, mana ayajon bu sizga. Mana Bloom Beauty kosmetikdan sizlarga kosmetikani dodalaridan olib keldim. 7 ta Toshkentda do'koni bor ekan, narxlari ham zo'r ekan. Yangi yil sovg'asi bu sizlarga. Meni tinch qo'yinglar endi, iltimos. To'xta, shuncha xarajat nima qilarding? Kelindigidan ishlataveradik-da, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmatinglarmi menga? Bo'pti, xo'p. Obbo, qutuldim, yashasak bo'ladimi, ha? O'g'lim uzr, kerakli paytda bezovta qildim. Boya eshitmading, ana. Nima dada, sizga ham kosmetikami? Yo'q, sarpoyingda Calvin Klein mayka turib ko'rdim, oppog'idan. Shuni menga bera olmaysanmi? Uni kiyganman dada. Sal shoshibsan-da. Bir marta kiydingmi? Muhabbat. Men seni jonimdan sevgandim. Qo'shing amak, qo'shing. Mol nima sotyapsiz o'zi? Men bu uchta molni qishga kiyintirishim kerak. Baraka unga. Baraka. Onam. Qayerga? Guliston Saxovat. Nechi kishisiz? Bir kishiga pul beraman, bolalarim oldimda o'tiradi. Yo'yiba. Uyat emasmi, amaki? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, nima qilyapsiz? Nima deyapsan? Skors qidiryapman. Yo. Ha, sko'rishmi? Bu yenangning uyi emas, aytib qo'yay, ko'rganda senga jovushma, ko'zingni o'yib olaman. Mana shu qiz tug'adi, javob. Ya, sen qaydan bilasan? Ha, kalta kiyib olgan, shamol edi-ku. Yetmayapmicha kalta bu yoqqa. Asta, hozir aytdim, sharmandalarim bunlar senlari. Bunga qanday chiqadi endi-ya? Aya, bunga duosini o'qib chiqish kerak. Qarang. Tavba qildim. Ha, beparasatlar bunga oyoqni chesib chiqardi qo'y. Tavba qildim. Voy, Aya, sekin tavba qiling. tavba qildim. Qach. Bu narsalar yekimmi deyman, hech kim pulni so'ramayapti. Hech kim pul so'ramayapti, boshimga yevib Voy, otangni uyi, bu korzinka, bu kassasi bor. Aya meni qistab ketdi. Qisib tur. Qizim, shularni hisoblab yuboring. 10 ta shokolad yebdilar. Manikidan hisoblang, bitta olmadim. Ana bitta olmadim, chestliman.
Agar bu katta-ku. Ha, hech nima qilmaydi. Zaten 3-4 yil kiyasan. Men senga boshqa kurtka olib bermayman bachcha. Aya, meniki qistab ketdi. Qisib tur. Ayajon, Ha, jannat onalari oyoq ostida deyishadi. nima demoqchisan? Bitta oyoqchamga tuflicha olib bering. Bitir jahon. Men nima qilay qisib turaveraymi? Qisib tur dedim men senga. Bor 500 so'm turadi konetda, bor. Ayajon bu saxovat deganlar katta joy-ku. Ha, detskiy plajetkalari ham bor. Meni ham farzandlarim bo'larmikan, ularni aylantirish nasib qilarmikan? Ey, nimaga nami yoqmayapsan? Uylantirish vaqti kelmadimi ayajon? Ha, uylantirish. Ha, qistadimi? Yo'q. Bo'ldi, qo'yib yubordim. Endi o'lay sharmanda, borishtoningni olmasdir, ey. Dadasi biz keldik, mana sizga kalish oldim. Shuncha bo'ldi, men boqdim, bitta kalish olib keldingmi? Ay yo'q, sizga yarim kilo choyanchi nos bilan bir pachka lezva oldik. Birga ishlatamiz, dada. Sani mo'yloving yo'q-ku. Lezvada faqat mo'ylov olmaydi-ku, dada. Bugün senin günün sevgilim. Çoğul o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Ya o'yla ovozing o'tsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni karachiman ol. Çoğul, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avayamyo. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Çoğul, turang, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsin. O'zir ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochka chiqingizni berib turing. Nima qilasizlar decham? Molxona sveti o'chib qolibdi, padaringlar. Mana shudan misatu, Bir o'ylay, çoğul, hatta bir yüzümden öping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushirganga jonda. Yetdim nosimni mana. Kraliçem işkeletiye Dubayski işkelet geldi. Eri keldi, eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Çoğul, Ana ko'rdi. Ha. menga Dubayski shikoyat bermaysizmi? Yaxki. Ya dada. O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Voy. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega xo'pmi? Çoğul, menga Dubayski shikoyat kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Barfish degan barfilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, men qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Çoğul, o'sha peri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ular Spaniya bilan vannaga atir sepyapti. Nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni shuni qanday qilamiz? Ay! La 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 la. La 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 la. La la hamisha la la. Do'stlar, bugun O'zbekiston eng boy biznesmenlaridan biri bilan intervyu qilamiz. Bobur Piradas akami yo Paradismi? Piradas. Piradas. Bobur Piradas, O'zbekistonlik milliarder. Nimaga Piradas? Yoshligimda shu o'rtoqlarim qarshi so'rab kelardi. Bermasam Bobur Piradas derdi, shu bilan men Piradas bo'lib ketdik. Boburga tushunishim bo'yicha oddiy odam emassiz, mashinalaringiz ko'p. Nechta mashinangiz bor o'zi? Endi bir akamizni ko'rsatibsiz, 39 ta mashinam bor debdi. Menda 78 ta bor. Men bu mashinada asosan endi semichka, non-pon, qurt-qurtlarga chiqib turaman. Qolgan ishlarimni hal qilish uchun o'zimning shaxsiy samolyotim bor. Masalan, Chilonzordan Shotarostoygacha shaxsiy samolyotimda boraman. Shaxsiy samolyotingiz bor. Ha. Mana bu shlyapa Brunello Cucinellimi yo L'Orepianami? Qatdan buni sotib oldingiz bu? Birinchi marta ko'rishim. Nima degan brend, bilmayman. Menga sovg'a qilishdi. Buning ustida quyosh batareykasi joylashgan. Masalan, telefonlarning zaryadlarini o'zim orqali zaryad beraman. Bitta shaharda unaqasi. Bitta shaharda bitta. Bobur Piradas aka. So'kinmang, Piradas. Tilim kelishmayapti. Piradas aka,
qandoq qilib siz millioner bo'ldingiz? Ukammisan, akammisan, borib bu savolingni borku, millioner akalaringga berasan, tushundingmi? Nimaga? Men milliarderman. Bobur aka, 1 million dollaringizni qanday ishlagansiz? Kamboja degan davlatni bilasizmi? Eshitganman, investitsiya kiritganmiz sotga. Yo'q. Bitta akamiz kim Kamboja davlatining xaritini topib bersa 1 million beraman deganda, o'shanda men topib bergandim. 1 million bergan. So'mda. Elon Musk telefon qilyapsiz. Ha, Elon Musk. Jo'ra, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Sen ishlayapsanmi? Ha, ishla, men dam olyapman. Ana Elon Musk aytayapti, Elon ota mahallada ekan, intervyu qila olmaysanmi? Qilaman, voy nima qilayman? Shu bilan qilma. Vobshe maqtanchoq, pulni beraman, qilma shu bilan. Yo'q, qila olmas ekan, Jo'ra, vaqti yo'q ekan buni. Bobur aka, rahmat intervyu uchun. Vaqtimiz cheklangan, lekin Nima bu? Suv bilan salat. Reklamaga olmaganmisan bu yerni? yo'q, o'zingiz mehmonga chaqirdingiz-ku. Nima qilay, sen intervyuga chaqiryapsan. Qancha bo'ldi? 32 mingmi suv bilan salat? Ha, aka. Skitka qilmaysizlarmi? Ha, o'zi 32 ming-ku. Yo, men to'lamayman. O'zing to'la. Yo, men to'lamayman. Nimaga to'lamaysan? Sen mantiqan o'ylab-ku, sen meni intervyuga chaqiryapsan. 32 ming to'la, meni hozircha pulim yo'q. Bobur aka, mehmon qilaman dedingiz-ku. Qanday men mehmon qilaman? Intervyuni sen aytding-ku qilaylik deb. Yo'q. Men to'lamayman. Xafa bo'lmang, men ketdim. Aka, men to'layveraman. Aka, tinchlikmi? Latifjon, men bor o'zi 5 ming maydan chiqmaydimi? Chiqadi, nimaga? Onasini ham sanishdan puli ekan, chiqib keta olmayapman-da. Alloh aka, muammo yo'q. Kambojada bolalarga aytaman, kartinga tashlab oladi. Bo'ldi. To'xtab turing. Lekin haqiqatan ham terroraz bola ekansiz. Men boshida aytdim-ku, piradasman men. Bola o'zingcha qilaylik bitta. Lekin men o'zim qilganman. Nima qilasiz unda? Mayli, sizlarni o'tirib turaman. O'rniga vaqti zo'r bo'libdi. Qanjara mana shu salkini bitta yeb ko'raylik, o'zi qo'lim to'q, просто qiziqdim-da, qanaqa ekan. Zo'r ekan. O'zi qo'lim to'q, просто ta'mini bilaydi. O, somsa keldi, somsa. Somsa keldi. Yo, men o'zim qilganman, просто qiziqishganman, chiroyligini qilib. Halakatmisan? Ha, o'zim shoshqum. O'zim qilganman, olinglar. Qani shu shashliklardan bitta yeb ko'ray. O'zi o'zim qilganman, qo'lim to'q, просто qiziqdim, zo'r ekan-da. Bunisini ham yeb ko'ray. Sen rostda o'zing qilganmiding o'zi? Ha, nima jara shubha qilyapsan? O'zim qilganman, qo'lim to'q, просто qiziqyapman. Ha, bularni ham ya. Shot keldi ham. 5 ga bo'lib. 5 kishiga 56 mingdan tushdi bolalar. Nima, men ham to'layman. Yeding-ku? Men senga aytdim-ku, o'zim qilib chiqqanman, просто ishlar bilan o'tiraman dedim-ku. Sen qornim to'q, bizdan ko'p yeding-ku, hozir Jo'ra. Ya men qornim to'q, men просто qiziqishga yedim-ku. Men endi shot to'layman. Shu kirmay dedim, mana shu yoqqa kirmay dedim, qo'ylar. Yo, sen vechni shunaqa qilgansan, bilasanmi? Qo'y, pastlik qilma Jo'ra. Ya, qara, sana men qiziqishga yedim-ku. Oğlum. Xotiningga ayt, sochini yig'ishtirib yursin. Hamma yoq sochib ketdi. Kecha dadangni ovqatdan ham chiqdi. O'zi aytding-mi? Men endi qanday aytaman shuni? O'zing aytaver. Xo'p, aytaman. Bobur aka, Oydonga ayting, o'zlarini suvni ishlatsinlar. O'zlariga alohida olib kelganmiz-ku. Bor, o'zing ayt shuni. Men qanday aytaman? O'zingiz ayting. Ey, xotiningga ayt. Har soatda pampers almashtiradi. Birinchidan bolaga zarar, ikkinchidan cho'ntagingga zarar. Mana dadang aytdi. Men qachon aytdim? Jima tarang. Aytasanmi? Oyi, o'zingiz aytsangiz bo'ladi-ku. Ey, men qanday aytaman? O'zing ayt. Bitta aytaman. Bobur aka, Oyjonga ayting. Ona ko'nglim. Qayerga? Qayerda oldin bitta. Qayerga? Mana ayam, o'zlariga gapir, yuziga gapir. Ayajon, o'zingiz gapiring, keliningizga gapiring endi. Men nima deyman? Shunday yaxshi kelinimdi. Qachon gapirganman? Sen gapir, gaping ko'p edi-ku. Men nima deyman, Bobur aka? Jannatim, qaynonam, onamdayin mehmonim. Bu aktrisalari, sizlarga bir Oskar berish kerak. Rol o'ynashni qaranglar bularni. Mahoratli aktrisalar. Bravo! ای تخار آمدم ای تخار آمدم هر خار میرم لالا Oho, yamaga basharang bilan tushdingmi nima? Ha, yamalar baxtimizga sov bo'lsin-a? Ha? Og'zingga dumba. Yamalar ehtiyot bo'l-da yamadan.
Canonamiz. Onang, nimagur yami bor ekan, falakat urdi-yu. Yomon teshilib. Teshk-jo'golik. Yamaga tushdingmi? Ha, Ko'rmadimi ko'zing? yo'q-da. Ko'zga qarasin-da. Yoshlarda. $400 bo'ladi uka. Nima? O'zi mashina o'zini $300 oldim-ku, men qanaqa $400? Bor xohlasang boshqa joyda qildir, lekin bu yaqin atrofda vulkanizatsiya yo'q. Ha, bo'pti, qilib ber. Nima qilaysiz-da? Asbobni olib-chi. Hozir. Вот тебе. Спасибо. Bu sanga. Девочка, завтра можно короткие юбки, а мини-юбка? Хорошо. Только Жигули сегодня приехали. Мне надо Малибу, Джентра. Девочка, ko'zni yaxshiroq qilsang. Ha? Хорошо. Sanam yamani chuqurroq kovla. Kovladim. Halollab dengra bo'tayid. Halollab ol qizim. Aha, okey. Siz ham deyaptilar-ku, baliqsan. Yama bor ekan-ku. Usta, Jentra tushdi, Jentra. Qani. O, Jentra. Qizni ko'rdimi? Ko'rdi? Yamaga tushdimi? Tushdi. Nega unda Jentra teshilmadi? Bilmayman. Yamani yoshib kovlab bor yo'qol. Usta, boyagi Jentra aniq teshildi. Aniq teshildimi? Teshildimi? Teshilmabdi-ku. To'xta, Jentra, to'xta. Ha, tinchlikmi aka? Yo'lda bitta qizni ko'rdingmi? Ko'rdim. Baloning yamaga tushdimi? Tushdi, ha? Nimaga teshilmayapti? Aka, men Largo shinalarni taqqanman. O'zbekistonga yangi modeli kirib kelgan. Bu balonlar 4 ta sezonga ham konkret chidab beradi. Juda yumshoq. Germaniya muhandislari tomonidan ishlab chiqarilgan. Zo'r balon aka. Bo'ldi ukajon. Pishtek, bizga ish qolmadi. Qo'limdan kelganicha ko'zimni qisdim. Yana nima qilay? Yo, qisting, zo'r qisting. Shu ko'zimiz qichidi-da, singilcha. Shu ishimizga qiz bolani aralashtirmaylik degandim. Mana baraka ketdi-da. Ustozdan yomon nima qilay? Yur, yamaga ko'maman seni. Yo'qki, ko'maman. Shu o'zing kovlagan yamaga ko'mayman, jonim. Bunlar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, olib o'tiringlar. Yo, onasi yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, shu 350 mingga tushdi salat. Yegish kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onashka. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda. Yegish kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushmang, o'zi qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan $1992 ming ga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yuving. Xo'pmi? Svetmi yo'q? Svetmi yo'q, svet o'chir. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsiz mana shu. Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, ha? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nima qilay deyapsan? Sovchilarni olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zingga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora olib kelganmisizlar? Qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirisni olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Uncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxot qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang. Shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo.
Uyimizda kislorod olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshti paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshti paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Satqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam pozanmas ekansan, tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Sifat shirinliklar sehri. Ertaga Hamid Sho'llanikiga soat 10da savobi janozaga boraverasan. Yosh qari. Ertaga Hamid Sho'llanikiga savobi janozaga. Ye, kelinglar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Aka, bandalik ekan. Lekin bu narsani tushunmadim. Nimaga gul sharla qo'yib qo'ygansiz? To'r yo'q bola, qanaqa bandalik, nafasingni siqil. To'y qilyapman, qizimni chiqaryapman men, Janoza deb eshitdik-ku. Janoza degan bizga. Kim aytgan uni? Uzr, ming bor uzr. Janoza deb eshitman, to'y ekan. Kamchilikda endi Saidjon. Hamid Sho'llanikiga to'y ekan. Janoza emas ekan. Argentinada tug'ildim, o'sdim. Sen qandaysan, do'stim? Sog'lashasizmi? Voy, buncha asal ekan bu bachacha. Asal bo'lamiz-da Argentinada tug'ilgandan keyin, chirrocha. Jiyan, Argentinada tug'ilish qanday ekan? Shunday ekan, oddiy, hammaniki bir xil-ku. Ona makonim, ota uyim. Endi Argentinada tilak xalaq beryapti-da. Argentinada Messi, Maradona yurtida tug'ildim-da. Ya buni sevdim-da shu bachachani. Kim shu qiz xola? Ye, jiyan, qani amaksi bitta kakacha bersin, bitta kakacha bersa kakacha. Seryoz hazır qilay, nima so'rayapsiz? Argentinskiy patsanga shunaqa hazır qiladimi? Yosh chiqadi yana. Ha, saska nima qilyapsan? 25 ga kirdim, ota-onamni boqishga bir so'm pulim yo'q. Men tug'ilishim bilan 50 ming dollar ishlab uydagilarga berib qo'ydim. Argentinada tug'ilsa 50 ming ishlaysan. Bilayda shu bachachaga. Men seni bachang emasman. Bor yo'qol urib o'ldirib qo'yaman, tushundingmi? Bu nima bu? Innovatsiyami, xolashka? Jiyan, bunda sen yotasan. Это kanalizatsiyami bu? Menga bunaqa kanalizatsiya kerak emas. O'zimning kanalizatsiyam bor. Dudu Baby tagliklari Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Messi ham, Maradona ham mana shuni kiyishni orzu qilgan. Lekin men kiyib yuribman. 12 soat, 20 soat kiyib yuraman, hech qanaqa namlikni o'tkazmaydi. Balo qazolardan saqlaydi, xolashka. Bu Yaponiyaniki bo'lsa qimmat emasmi? Ya, bu arzon. Voy, asal bachacham qanimi? Mana maqsad nima, polapon? 150 ta davlatga viza olibsiz-ku, meni ham olib keting. Yoshing nechida sani? 26 da. Meni yoshim 6 oylik chaqaloqman. Ona qilib yuramanmi seni olib ketib? Ona qilib yuraymi, ay? Ya xolashka, hamma manfaat bilan-da. Nimaga Argentinada tug'ildim, Sirdaryoda tug'ilsam bo'lmasmidi, ha? Ana sovuq o'tyapti. Yo'q. Hozir bilmaydi. Yaxshi qiz. Sovuq o'tmayapsizmi? Sovuq o'tyapman. Judalardan sovuq o'tyapman. Tushunaman. Sovuq o'tyapti вообще. Yo'q. Ha, muzlab qolgan bechara. Muzlatdim sovuqda? Ha, muzlab qolgan, shuni bacharasidan ma'lum. Ketdikmi? Ha, sovuqda balo bormi ko'chaga unga?
Armiyaga ketyapsizmi? Ha. Mani uydagilar Abduqodir Husanovga beravermoqchilar. Kim edi u? Toshkent City'ga o'tibdilar-ku. Manchester City'da qara. O'sha futbolchida. Ha, u kelib sangullanar boshqa odam qurib qopdimi? Nima, men eshik qisganmi? Sani eshik emas, darvoza qisgan u. Qarab tur, men armiyaga borib, o'sha Abduqodir Husanovdan ham zo'r bo'lib kelaman. Sen hali afsuslanasan, qarab tur. Ulan, shu armiyanga borma. TikTokda battle qilib, PUBG o'ynab yuraverdi. U yoqda issiq ovqatingdan kim xabar oladi? Men borman. Borib erkak bo'lib kelaman. He, menga qara. Bobang kelgan, qani ruxsat berarmikan, ey? Bu Abduqodirni olayotgan pul o'zimiz so'mda qancha bo'ladi? Shu fit million so'm bo'ladi otam. Voy bobojon. Birovni pulni hisoblab o'tirishdan boshqa tema yo'qmi? Hozir butun dunyoda shu tema bo'lyapti-da, bolam. Nima mo'ltallab o'tiribsizlar? Ota, nevarangiz armiyaga ketaman deb jotibdi. Armiya? Ha. Yig'ishtirdi armiyangni, bo'lmaydi. Mana men 4 yil soyuz payti Sibirda xizmat qildim. 7 sapogda kartoshka tozalab polatib urib o'tib ketdi. Bekorga dembilla urib tishimni sindirdi. Bundan ko'ra balog'ermi bo'lsang bo'lmaydimi? Blonger. Shunda televizorlarda ko'ramiz, Davron to'g'ri shularniki mazza qilib yashayapti. Ana. Nima desanglar deylar. Men baribir borman bobojon. Bo'pti, bobo, men ketdim. To'xta, non tishlab ket. Non nimaga? Sonoma qaytib kelishing uchun-da. Ama o'lgan ketyapmanmi, bobo? Ma bolam, ma. Shoshma. Magazinda noni bo'lmaydi. Beva ayol yopgan non bo'lishi kerak. Men ketdim. Oyog'im qaltirayapti. Qaltiramachiga. Bo'ri bo'lsang bo'riday bo'l. Askarlarni zo'riday bo'lgin. Tekson! Bo'ri? Qaltiramang, bo'ri. Katta hayot endi boshlandi. Ketdik, yigitlar. Bu kimlar mangami? Katta xolangga kimga bo'lar, sanga-da? Boshdan oyoq sarflab beryapsizmi? Bu sapog yangimi? Nima eski bo'lsin-da? Bobom aytganda eski yirtiq sapog beradi deganda. Kechirasiz, jigar. Nima? Jigar. Jigar uyingda bo'ladi. Serjant Azamatov bo'ladi. Bor soching oldirib kel. Uzr. Serjant Azamatov, Sanchas qayerda? Nima qilasan? Qornim og'riyapti. Tavba qildim. Ammo kelgandan sanchasi so'rayapti. Sharmanda. Uzot uyg'on! Uzot uyg'on! Uyg'onamiz! Nima bo'lyapti? Urush bo'lyaptimi? Serjantim, nima bo'lyapti? Nima unda harakat qilyapsizlar? Ey, bir bosarim tur. Qo'ysangchi, jigarazgi chuqlayli. Yo, serjantim keldi. Assalomu alaykum. Tiray askar! Bo'ldi. Ya? Vaqtli turamiz ekanda. Nima qilaylik biz hozir? 6 bo'ldik hali. Ba, restoranda ham bunday ovqat yo'q-ku. Muhabbat sen chiroylisan. Sevdim shu qizni, hozir kelaman. Ovqatim yeyman. Yaxshi qiz. Sizga gul bersam, menga non berasiz. Hey! Ochirta tur, biz ham gul beraylik. Ey, sariq pishaq, senlarga boshqa qiz yo'qmi? Nima men yaxshi ko'rgan qizga gul bermoqchisan? Jigar, chastadaqa shu qiz bor ekan-ku. Boshqa qiz yo'qmi-ku? Yo'q-da. Men beray shunga, nima qilyapsan? Men beray, men katta-ku. To'g'rilikdan so'ka qo'sha. Kartoshkani tozala, qo'llarni aq. Tinchlikmi Mansurov? Serjantim, bobom aytdi, kartoshka tozalaymiz ekan. Bu bobong davrida qolib ketgan u kartoshka tozalash. Uxla. Serjantim, TikTokda battle qilsam bo'ladimi? Men senga uxla dedim. Ha, bo'ladi. Bo'ldi, jigar. Bo'ldimi? Boryapti. Ha, bo'ldi, sen uchun har doim paddash ketaman, jigar. Qayerga borishim kerak, jigar? Nima bu, lunatikmi bu? Lunatik. Ey jigar. Serjantim nima qilyapti u? Uyqusirayapti menimcha. Qanday uyg'otsak bo'ladi? Voy, xo'llatni olib kel. Qo'llatdi. Qo'y bo'ladi. Qo'y. Serjantim qo'y. Bos.
Jigar. Serjant. Qayerdaman? Tirqin qilsin, sharmanda qilding odamni uyqusira bo'l. Lunatikmisan? Nima qilyapsan, jinni? Salom askarlar. Salom. Kim qo'shiq aytishni biladi? Men Jigar. Pochchangni borib Jigar deysan. Xo'p bo'ladi, pochcha. Uyla. Bu yurak seni izler hamon. Tilbalarcha suvdim, hey yaron. Safga tur. Xo'p. Chinni. Manzurov, qo'shiqni sen aytasan. Xo'p bo'ladi. Uni bosgan tuprog'ingni saqlashingda. Ota-onang ishonchini oqlashingdan, vataningga xizmat qilish xohlashingdan. Ko'tarib oling aka. Jaloliddin ruhlarin shod aylagin sen. Yo, bu baribir boshqachada. Atmasga. 7 oydan beri Sanchesda yotibsan. Sana xizmat qilging kelmayaptimi? Xizmat qilgim kelyapti, qornim og'riyapti-da. Yana bir 3 oy o'tgan, xudo xolasa armiya ham tugaydi. Usta, qaytganingiz rost bo'lsin. Siz qabriston g'uvillab qolganda lekin. Ey So'taxo'ja, sal erkak bo'lgin. Borundan ko'ra sochingni oldir. Odam bo'lib qoptimi, usta? Voy askar bolam keldi mana. Onajon, bu askar o'g'lingiz keldi. Hech qaysi askar mendek mardonavor xizmat qilmadi onajon. Kasal bo'lib qolmadingmi bolajonim? Chibinam chaqqani yo'q. Ha, hali ham daraxt ushlab o'tiribsanmi? Ana futbolchiga tegmadingmi? Ana Abdug'affor aka Husanov akagami? U fek ekan-ku. Dadam bersam ham sizga beraman deyapti. Balochani yebdi. Endi men o'ylab ko'raman. Men qara. Hali Pep Guardiola nomerini beraymi? Nimaga? Bir telefon qilib so'ra, aniq o'tibdimi, yo'qmi? Asalom umidvor bo'lib o'tirma men yerda. Biz borki yurtimga yov nazar solmas. Mardlar safidaman, jasur sher yurar. Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz-a? Uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant. Nima akalar? Menga 4 ta shashlik qo'ying, Saboy. Juft halolimga. Xo'p bo'ladi. Meni ham xotirimga 4 ta qo'ying, mazza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli. Ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant. Nima ekan? 10 ta shashlik qo'ying, padarri buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying. Ota-onam dietada. Ana hay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi? Aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant. Shampurdagi bor shashlikni qo'ying, 7 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimga olib ketaman. 75 ta Qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'pmi? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot somsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz. Maydachi? Singilchi? Bu o'g'ilchami, qizcha? O'g'ilcha? Mencha firincha. O'zi to'ylaring ham bo'ldi qancha? Menimcha 7 oycha. 7 oychida shu o'g'ilcha. Balocha. Uyoltirmang amakicha. Bu yoshlar yomon chaqqoncha. Havocha, sovuqcha. Va uyga ketdim. Ozgina o'tir. G'iybatchada. G'iybatchaman, suhbatcha. Yana kelyapti darmaycha. Darmaycha. Assalomu alaykum amakicha. Bu qachon to'ycha? So'ymaysanmi bir qo'ycha? Iloji qancha chiqmayapti debdi, yaxshi qizcha. O'zi joyidami sog'liqcha? Saptimi jancha? Bu akang qildi prikolcha. Ukacha, onachangni, otachangni qiynamasdan tezroq uylanda. Sizga nima farqi bor amakicha? Undan ko'ra qivering g'iybatchani. O tapiskacham bilan basharachangga bir uraman. Attichang yoriladi. To'liq bu. Go'dakcha.
открывает двери без ключа. Voy yaponcha, opkiyangmi o'sincha? va yaponcha uyga qilamiz uzuncha kakas yangi qilganda cho'poncha bilan salatcha. Ya qo'ying amakcha, uyga boray ertacha. A bu xotinchasining chiziqchasidan chiqa olmaydi-ku bacha. Ya pocha. Oshirib yubordi ekanchicha. Ko'ngilchasiga tegib qo'ydingiz-da. Ko'ngilchayni ko'chasiga ko'ngilcha. Ana. Aytgancha, uyda kuygan lampochkacha. Shunga olgandim duselcha. Narx qancha? Qimmatmas uncha. Odamlar maqtashyapti uyni yortar ekan ancha. Tokni ham yerkan jicha. Sifati ham vafshi findiferskicha. Ha, bo'pti, unda bugunga yetadi g'iybatcha. Davay tagda, ertagacha. Oy, qoch, mana o'chirdim. Men ertalab kelganman. Qo'y. Mana o'chirdim. Eshikni ochib yuboringchi. Ani navbatim, unday qilma, men o'chirtingga qara. Assalomu alaykum. To'xta! Assalomu alaykum, Hikmatjon. Malades ukam. Gap yo'q, omadingni bersin. Zo'r bo'lib ketibsan-ku. Uzr, tanimadim aka. Shunaqadasizlar, pulinglar ko'paygandan keyin tanimay qolasizlar-da. Men Najmiddin akang bor edi-ku, amaking. O'sha amaking tog'asining jiyanini, xolasini o'g'li bilaman. Juda uzoq ekan-ku, qayerdan taniyman? Uzoq nimasi uzoq, jigarimiz, jigar. Xullas Hikmatjon, bir 50 ming dollar qarz berib tura olmaysanmi? Biz ham shu chorva-porva qilib, sanday bir biznesmen bo'lib ketaylik. Aka bitta gapda, vaqtida qiynalib yurgan paytimda qayerda edingiz? Dalada edim. Mollarga qarayotgandim, san qator, men ham qiynaldim, ukajonim. Endi men seni bunday zo'r bo'lib ketishingni tushimga kiribsanmi? Qayerdan bilaman? Zo'r bo'lib ketganingdan keyin kelyapmiz-da, ukajonim. Aka tushib turing. Keyingisi. Nima tushib turaman? Tushib turing aka, keyin gaplashamiz. Mayli, zo'r bo'lib ketibsan o'zingcha. Ha, nima bo'ldi? Marda ko'rmayapti-ku. Hikmatjon. Borchi, navbating o'tdi ikkovinglar. Yo'q, eshik qiz bolaga nima bor ekan? Assalomu alaykum. Hikmatjon bolam yaxshimisan? Rahmat, o'zi yaxshimi? Men tanimading a? Yo'q, uzr lekin. Men vatan tuyg'usi o'qituvching Beg'am Ma'limman. Ustoz tanidim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eshitdingmi? Odam bo'lmaysan, sen katta bo'lsang deyardingiz. Ha, endi hamma ham inson, hamma ham adashadi. Qayoqdan bilaysan odam bo'lishingni? Eshitdim bir Xorizormi degan restoran ochibsan-a? Xorizor emas, Gorizont restoran. Ha, Gorizont. Xullas, Hikmatjon bir kichkina iltimos bilan keldim. Xo'p, nima qilamiz? Shu jiyaning san'atga ish qilyapti-da. San'atkor bo'lmoqchi. Bir sponsorlik qilmaysanmi? Xo'p, qani bir eshitaylikchi? Qani o'g'lim, davay. Shukurladi, Hikmat akani tuyg'ulari sonlov, lekin insonning yuragida bor olov. Hozir bizga qiladi sirasi sponsorlik darrov. Qalay? Ustoz, qo'ying, xalqni qiynatmaylik. Yetak san'atkorlar o'zi ko'payib ketdi bunaqalari. Xalq qiynalmasin. Onangga o'xshamay o'l og'zingga kelgan gapni gapirasan. Tush oldimga. Siz o'quvchi-ku. Ota haqida qo'shig'ing yo'qmidi? Ha? Ota aka haqida yo'qmidi? Nima bo'ldi? Bo'ldi, tushing, amaki tushing. Oldin bo'lardi yosh katta qo'y. Qoch. Assalomu alaykum, Hikmat aka. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimi? Uzr, tanimadim. Kimsiz? Bo'lajak kuyovingiz-da mana, Ikromjon. Qanaqa bo'lajak kuyovim? Singiz bormi? Bor, singlim. Shuni qo'lini so'rab keldim-da, aka. Vali kichkina qiz bo'lsa, maktabni bitirmagan, undan ko'ra borib Baxtiyor akani qiziga o'ylansangiz bo'lmaydimi? Universitetni yaqinda tugatdi. Baxtiyor qassobda aytyapsizmi? Bo'lmaydi. Uni siznikiga o'xshagan mashinchalari, bizneslari, pullari yo'q. Boshimga uraman buni qizini. Mana qara, tur yo'qol bu yoqdan. O'ylab ko'ring aka, zo'r. Tur yo'qol dedim, chiq. Keyingisi. Bo'lmaydimi? Yo'q. Tush. Sen qayerqa? To'xtang, bir ikki og'iz gapim bu. Nima gaping? Ismingiz nima edi o'zi? Hikmat. Hikmat aka, meni sevolmaysizmi? Yo'q, uzr, sevolmayman. Xotinim bor. Xotini bor buni? Rostdan xotini bormi? Sizga o'xshagan boyvachcha odamlar yo'qmi? Yo'q, bilmayman. Bor, nima qilasiz? Sal kech qolding-da. Kelsanmi? Kir. Hikmatjon, o'ylab ko'rmadingmi ukajon? Ha, yo'q. Do'stim yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimi desin? Bormisan, tinchsan? Yaxshi, rahmat. Nima xizmat? Esingdami 8 ming so'rab kelganding. Esimda, bermagan eding o'sha payt. Ana shuni yaxshi ham bermagan ekanman. Nega? Ana shu bermaganim uchun sen ana shu katta odam bo'lib ketding. Senga motivatsiya bo'ldi-da bu. Yo'q, xo'sh, xizmat. Ish kerak, jo'ra. Ish kerak. Shu bir Horka Distribution degan kompaniyangdanmi bir mana bu News Business Centeringdan bir ish qilib ber. Как раз qarovlikka odam kerak, o'shani gaplashgin. Bizni do'stligimiz hurmat qorovullikmi? Xo'p, sen shundan boshlagin.
Jo'ra bir direktor qilib qo'y. Mani o'rnimga bo'lasanmi yo? Zo'r bo'lar, Jo'ra, zo'r bo'lar lekin shunaqa qilsak. Bor yo'qol chiq bu yoqdan. Haydam o'shani. Jo'ra 8000 bermagan deysizlar. Bor yo'qol bu yoqdan. Ana shu 8000 bermagan uchun bo'lgansan sen shunday. Bor yo'qol. Haydam o'shani. Sal ishing zo'r bo'lib ketsa, hammasi manfaat bilan keladi oldinga. Ha, nima bo'ldi? Bo'lmadi. Nima endi nima qilamiz? Rustam o'quvchiman zo'r bo'lib ketgan lekin. Qaysi anu manqami? G'ilay. Birini o'qib yurardi. Ketdik shuni oldiga. Bormi? Yo, uni qizi yo'q lekin. Sizlar nima xizmat akajonlar? Toshkentga dastavka bor. Bo'ldi, hech qilamiz. Dori pora emasmish qilib. Pishak. Pishak? Buni ismi Barsik. Agar Toshkentga vaqtida olib bersang, $10,000 beraman. Bo'ldi, davay, olib boraman aka. Buni o'zi $50,000 turadi. Nimaga bu tilla tushadimi? Agar vaqtida olib bera olmasang, sen tilla tushasan. Aya qara. Faqat buni oldinga o'tirg'izib ketasan. Oldimga sal g'alati emasmi? Yonimga o'tirg'izsam men? No, yoningda. Ha. Oldisidan kelgan. Qani tursak. Hozir mushkulkanda tursak, ha? Barsik. Barsik. Ke jonim. Toshga 3 kishi, Toshga. Короче, arslonlarim. Brat Toshkent ketyapti. Tipa klient bo'lib o'tirib olamizda, cho'lning o'rtasiga borgandan bratni bosib, kentrani olamiz. Yes. Maydalab sotamiz. Menga qarasang, senga boshimni qimirlasdan hujumga o'tasan. Bosaman. Tushunarlimi? Bizning guruh. Mehri daryo o'g'rilar. Bizning shior. Layli, meni unutmayli. Ketdik. Qani ketdik. Basharalaringga, sizlar nima bo'lgan basharalaringga? Biz kirish yopamiz, quyoshga yaqin-ku. Qurilish. Qani yo'limiz bexato bo'lsin. Barchikjon sen qandaysan? Kelajak deb. Farzandingizmi bu? Jinnimisan? Mushuk bu, pishak. Dastavka bir akaniki. Onna. Ayo bo'lmaydi bu. Shuni deyish kerak edi. Ketdik. Kim bu opa? To'xtavering. Ya to'xta bermaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy uylayman, uyga yigitimni yutqizgansiz. Astag'firullah. Nima deyapsan? Tinchlikmi nima gap? Toshkentgacha. Ya singilcha uzr, joy yo'q. Mana joy bor-ku. Bu Barsikni joyi ko'rmayapsanmi? $500 beraman, uylab ko'ring. Haydang. Oling. Mabodo o'lib tirilmaganmisiz? Nima deyapsan sen boydan beri? Tavba qil. Yamonim o'lgan yigitimni ushlayapsiz-da. O'lgan o'lib ketdi. Nima deyapsan sen mana? Aka, men suxaring qaydongas, mazasi dahshatli. Ya, mana jinnini qara. Nimani yeyapsan sen? Suxaring mana, suxaring. Ha? Bu mushugimni ovqati-ku. Barsikda ovqati-ku. Mana uni ye, undan ko'ra mana uni ye. Nima qaysini? Mana to'g'ri asalini ye, tavba qildim. Ye. Mazam bo'lmaydi. Qusma moshinga. Jam telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum shef. Ketyapsizlarmi? Juju cho'lga yaqinlashib qoldik shef. Aya qara. Barsikni to'sib qo'y. Nima Barsikni to'sang? To's. Nimaga o'zi chiqolmaydimi? Yo'q, gapni ko'paytirma. Bo'ldi, to'samizda, hozir to'saman. Bo'ldi, sal chetroq qo'yishib hozir to'saman. Barsik chushqi polvon. Bos. Barsik, chushqi bola. Nima bu chushqi mayda? Vlajeniy salfetka nimaga? Mushukni ko'tini archik. Yo'q, shart emas. Shunisi qilmaydi bu. Mana. Ishni so'rasdi. Qulay. Ye? Nima bu qulayapti? Spirt ko'proqmi deyman, ha? Nima qilyapsizlar? Yo'q, shu narsa. Barsik chushqi bola. To'xta, meni ham mazamni qochirdim. Nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Nima qilyapsizlar? Mana Barsikni ham to'sib oldik. Aka, menga qarang, ismingiz nima edi o'zi? Nig'matilla? Mening o'lgan yigitimni oti nima tillaydi?
Ne'matilla saniki. Bo'ldi qey, tavba qildi. Anaga nima bo'ldi? Nima qilinyapti? Yo'q, yaxshi ancha. Sen salfetga nima surtding? Asal, oddiy asal bu. Aka, e'tibor qilmang, bularning shunaqa kasali bor. Ha, bo'ldi. Cho'lga yetib qolmadikmi? Ya cho'lga hali bor. Hozir 1 minut shep qiling. Ha, shepim. Barsikni to'sdingmi? Ha, bashkisi to'sdim. Zo'rg'a bir aldab to'sdim ha. O'zingga nima yeydi? O'zingga nima deysizmi? Ha, Men uni yemaydimi, men uni? To'g'ri asalini yemaydimi? barsik tuxum yeydi. Tuxum yeydimi? Ha, Bo'ldi, yes qilamiz shepim. Xo'p. Barsik tuxum yer ekan. Qanaqa tuxum yerkan? Qaynatilgan tuxumda. Nechta kerak deyapti? 2 ta. Bor-ku menda. Qaysi sanda tuxum bormi? Damashniy tuxum bor. Yo, damashni bo'lmaydi deyapti, anaqa. Qanaqa? Boshqachasi. Sandagi emas-da, короче. Здравствуйте. Опа, ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaisa degan tuxum ekanda. Yaisa xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь ки? Да. Что вам надо? Яйса. Ага, жареный или вареный? Xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroqub. Paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий пaq. Он вот cho'jal. Paq. Дайте. Значит, яйца. Яйца. Xleb. И хлеб. Xleb. Barsik sassiq tuxumchani yedi. Ha, shepim. barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Yo'q, zerikmayapti. Endi barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Bo'ldi, aytamiz, bo'pti, xo'p shepim. Barsik ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi aytdinglar? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu barsik. Pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishak dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastavka. Ha, xohlasa men buni yeymizaman, xohlasa bir nima bilmayman, majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda barsik degan bir mazgini barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qilsak edi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi nimadir? G'azal bo'lsa-mi? Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zolishganmi? Zolishga kunlardan bir kun Bir suv yo'q qo'li chagani, Voyib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qochyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishakni olib qochadi? O'rniga 3 ta jentir olmoqchi sotib. Yo'q. Yo'q, qo'y, baskı bilib ber, baskı. Binki bo'lmasa o'lib ketgan qizil kitob tushadi, o'lib ket. Nimaga qaramadingiz? Ya baskım? Ya omonati bu. Barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekansan borka. Sani bir yigiti o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigiti o'lganligini. Pest. Ana pishagimiz barsikmi? Ya, barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kuz. Hey, mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yur. Bratanlar, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50,000 deyapmiz, 35,000 ga beramiz. Beramiz aka, naqd. Aka, 25,000 naqd beramiz. Ikkita jentirani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivasiya qilmang, buni ichchi bitta jo'zga tiqib qo'ying, xo'p? $25,000 deyapman. Zottor mushuk ko'rmayapsizmi? G'alati emasmisizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchgina olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nech pul bu mushuging? 50,000 aka, kami bor. So'mdami? Dollarda. Dollarda?
Tirg'ale bu yerdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana Barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, esalomon. Bu rasmda semiz edi-ku bu. Semizida endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi? Emas, sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi shunga sochlari. O'zi yaxshimish qilib. 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti, kelmang. Vaqtida olib keldingiz. Xizmat haqingizni oling. Yo'q aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir. Pishakni salomni olib bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib berolmasang, san tilla tushadi. Yo'q, aka, menikidan tilla chiqmaydi. Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u отравление bo'lsin, chiqmasa agar. Pishak $50,000 turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi, ha? $50,000 deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshna holikda o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Sanlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, ha? Shuncha gapirdim, urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'sha san insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tiyinga qimmat. Ko'chada kuchiga bo'lmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi yechmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan. Odamgarchilikmi shu? Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldinga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi. Vai bana vai birden uçurum kaybettim. Ilmurod aka, muncha qaltiryapsiz? Xolidajon, srajlar rождения. Juda ham hayajondaman. Tug'ilgan kuningdan tabriklayman. Mana sovg'a senga. Seni sevaman. Chal. Ko'ngil torimni chal. Voy, ular Ilmurod aka menga telefon sovg'a qilibdilarmi? Voy! Sevgilimni ko'rdingmi? Ha, o'lding qaltiroq. Lekin sen zo'r chalding. Xuddi unikini chalgandek bo'lding. Kimnikini? Bitcoin'nikini. Yur endi men senga yeriyman. Yuriysanmi? Ha, to'yirmasanikida, yur. Endi sevgilimni nima qilaman? Uylanasan. To'ydan keyin zo'r bo'ladimi? Va to'yirmazda 300 gramm kolbasa qovuring tuxumcha bilan. Buxanka, Buxanka chimki salat bilan. Lekin yomon chalar ekansan. Chalishga usta ekansan. Qayerda o'rganding? 4 yil konserva bankida nima o'qidimmi? Konservat banka? Konservatoriya. Qanday chalyapsan sen bunda? Qilyapsan? Ichingga tortasan, tashqariga chiqarasan. Tushunaysanmi? Ko'rasan. Yo'q, men chololmayman. Tabrik, qaraylar, men tug'ilgan kunimga telefon sovg'a qilishdilar. Voy qizim, umringga mana shu telefonday chiroyli bo'lsin. Baxtli bo'lgin qizim. Aytgansiz kelsin. Bu o'zi qanaqa telefon ekan? Nomi nima ekan? Bu Honor, hozir trendda. Qani qizim, bir oilaviy rasmga tushaylik. Voy, qorong'ida xirachadi. Nima deyapsiz xohlashga? Bu Abidga ham, qarong'iga ham kamerasi cho'tka oladi. Mana. Mani ko'zim yumilib qopti-ku. Nima deyapsiz xohlashga? Bu telefonda ortiqcha narsalarni kesib tashlasa bo'ladi. Mana sizni kesib tashladi. Voy, o'zi men bu uyga ortiqcha odamman. Kesib tashlaveringlar. Men ketdim. Bekor kesdinglar shuni qizim, shu ko'zini ochib qo'ysang bo'lmasmidi? Ilmurod, 12600 bo'lib tushadi. Yo'q, nomjoqmi? Tuxum ochdimi? Kolbasa oshdi. Kolbasa shuncha oshadimi? Kolbasa halolda. Ha, halolmi? Hozir telefonni to'layman. Ya tavba. Ya tavba. Holdan tug'ilgan kuniga pilti shokolad oldim. Adashib telefonimni beribman-ku. Yo'q, Chumo. Hozir olib kelamiz. Putin nimaga ushlab ketdi? Otam degan telefon qilib ko'tarayqani? Elmurod qayerdasan eshak? Velik qani eshak, velikni olib kel. Adash tushdi chog'imdan.
Assalomu alaykum. Xolodiyushka. Telefonni ber. Onur telefonni ber. Telefonni ber! Ha, yo, garanik qoladi o'zini. Men senga pilchi shokolad olgandim tug'ilgan kuningga. Telefonni adashib berib men bor uzr, yoqim ishtaqa. Oshqmadinglar. Shoshma. Sen nima qizimni ko'nglini xira qilib ketyapsan? Men nima xira qilaman, aka? Prosta adashib qolibman, qaltirab bo'yab. Men hozir shunday qilaman, sen dunyoni xira ko'rasan. Tushunding? Amaki! Nima qilay, shu joyda saksofon chotki qilib chalib beraymi? Uncha chalishga qiziqdingiz do'stim. Shu chalinadigan joymi? Ha, ishlamayapti. Uyga borasan, uyda mazza qilib chalasan. Yur bu yoqqa. Ha, ishlamayapti. Ha, ishlamayapti. Amakim choldiradi hozir. Yur deyman. To'xtama, ishlamayapti. Ha, ha. Ishlamayapti. Qutlagan tishing. Nima qilyapsanlar? Babshi ishlamayapsanlar. Hozir mana ro'za sezon. Mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5000 tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan? Menga pulingiz kerak emas. Vlajnimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3000 ga vlajni olyapsan, qara. 25000 ga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qoraytiribdi. Chumarak, shu havoda kim balonni qoraytiradi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Shu mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Chorkalini ishlab jiya. Siz nima qilyapsiz onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashula? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa siz ham qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yyapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz borki sizga hamma pul tashab ketadi. Tariqal endi sen. Sen nima qilyapsan, Maylo? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo, Jizzaxgacha pul olibman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoga, Qashqadaryoga, Qoraqalpoqqa, uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamam. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskida man. Qanday aktyorskiga? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuraman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib yuribsan, qara. Bunday qilib yurib ketarmishsan-da. Keyin bunday qilib seryoz qilib yoqib ketyapsan. Oxirigacha yur cho'loq bo'lsang, oxirigacha cho'loqlik qil. Kamera yo'qdi. Ko'rmagansan. Sen u yoq bu yog'ingga qara. Internetda chiqding sen lekin. Ustoz, o'zingiz motivatsiya bering, yana nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar, bitta mashina arendaga olasizlar. Yo'lda kak bitta benzinlaring o'chib qoldi. Viloyatga keta olmayapman deb bolalar 100 ming, 200 mingdan yosh bolalar pul yig'ishyapti. Sen bor mana bolnitsalarga bor. Akamni pechinini o'zgartiryapmiz. Pul kerak deb pul yig'. Siz doriga pul so'rang bolnitsalarda, ishoning, kuniga 150, 200 ming naqddan olasiz. Ustoz, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shunday qo'shini bolachasini olib chiqqanman, bitta rasmga olib internetga qo'yganman. Blogerlarning nomidan ehsonli kanal ochganman. Mana shu mana yana telefon bo'lar. Yo, akajon masjidda yig'ilishiga yig'yapmiz hozir. Masjidga ehsonli yig'yapmiz. Bitta duo qilib beramiz degan nasibsan. Haloliga hech narsa yetmaydi. Halolidan qismasi. Halol topgan pullarimizga to'ylar qilaylik, yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Olaylik, oldirmaylik. Olaylik, oldirmaylik. Bu fakt. Salomxon. Eva Yuzur, Shohruxxon. Ustoz, men sizni ashaddiy muxlisingizman. Meni shogirdlikka ola olmaysizmi, ustoz? Qanaqa shogird? Ahvolingga qaragan. Boshqa ish qilgan bor. Men unaqa narsalarga vaqtim yo'q. Tushunarli. Shohruxxon, suvni o'tirib ichiladi. Turib emas. Keyin chap qo'lda emas, o'ng qo'lda ichiladi. Xosiyati yomon bo'ladi. Shoshmang aka. Ismingiz nima edi? Murodjon. Murod aka, siz shogirdlikka olsam maylimi? Faqat yo'q demang, iltimos. Yo'q demasdim. Siz meni ko'zimni ochdingiz hozir. Sizni ko'zingizni ochgan bo'lsam xursandman. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Keling, orqaga o'tiring. Oldinga o'tiray. Rulga o'tirsiz. Yo'q. Iltimos. Oldingizga o'tiraman. Mayli. Keling aka.
akajonim. Yo'q, o'zim ochaman. Yo'ryapsan, manzillik bor degan ekan, bor. Baxshi zo'r bo'ldi, shoh. Ijodingga ko'z tegmas, o'rtoq, zo'r. Kim bu? Mo'kachimi, shoh? Bu meni yangi shogirdim, tanishinglar. Meni yaqin do'stim. Bunaqa gapirmalaring. Tanish bo'llaring, o'rtoq bo'llaring. Shohruxxon ustoz, bu do'stlaringiz. Hozir Shohruxxon bo'lganingiz uchun yoningizda o'tiribdi. Ishoning, Shohruxxon bo'lmasdan qolsangiz, hammasi sizni tashlab ketishadi. Bu gaplarni aytish mening farzim. Noto'g'ri tushunmang. Davay bugun bir ujinga kechga yig'ilaylik hammamiz. Davay. Ha? Ovqating ne bo'ldi? Ha? Davay ketmoqda. 10 yillik o'rtog'imizmi deyapsan? 10 yillik o'rtoqmiz. Men Shohruxxon bo'lganim uchun men bilan o'tiribsan. Bo'lmasa telefon ham qilmasdilar. Jinni bo'lganmiz-da, Shohruxxon bo'lsa o'zingga o'rtoqmiz. Aka, gap qaytarmang, qo'ying, aytganlarni qiling, turing. Noto'g'ri ish qilding. Aka, siz ham turing, nima o'tiribsiz? Noto'g'ri tushunmanglar. Shohruxxon. Bular nima haydamayapsiz? Ha, bu administratormi? Ukam-ku meni. Ha, ukangizmi? Ha? Ha, mayli, keyin haydaysiz. Ishlab turaversizlar. Ustoz, qizishmang. To'rt devorda, qahratonda dardlarimni aytarib. Uzr ustoz, sal shartta xato aytibsiz, qarang. Notadan chiqib ketgansizda, qarang. To'rt devorda, qahratonda meni qiynading jonginam desangiz, masalan, tushadi. Nima deyapsan? Eshakka o'xshab hangrab, notaga tushmayapsan-ku? Nima do'stlar? Qanaqa eshak? Zo'r aytdi. Yo'q kompyuterni. Rahmat. Mana shunday ayting ustoz, zo'r Yo'q, chiqadi. zo'r aytaman. Yo'q dedimi? Yo'q deya. Sen nimani qilyapsan? Yo'q, mana shunday aytish kerak o'zi. Qarang ustoz, to'rt devorda, qahratonda meni qiynading. Ha. O'shanday. To'rt devorda, qahratonda dardlarimni aytarib. Bola. Vaqtimiz kamroq, keyinroq tushasizlar, iltimos. Nima? Nima keyinroq tushadi? Ustoz, sizni Shohruxxon qilgan mana shu muxlislaringiz emasmi? Nima deyapsiz siz? Vaqtimiz yo'q bizani. Siz kecha telefonga ham shunaqa javob berdingiz. To'yga zakaz tushyapti, qo'pol muomala qilyapsiz. Shular orqali biz Shohruxxon bo'ldik. Sen menga muomala qilishni o'rgatyapsanmi? Nima deysan? Ustoz, bu sizni pulingizdan ham uryapti. Ishonmasangiz, hozir cho'ntagidan dollar ham chiqadi. Hey, jam. Mana. Nosakat. Mana bunisida menimcha. Mana. Mani pulim bu. To'g'ri aytishgan ekan. Zo'r bo'lsang, begonalar salom berar soyangga. Yaqinlaring pichoq urar orqangga. Telefonni shunga ishonyapsizmi? Bunga ber. Bugundan siz administratorsiz. Sen bilan uyda gaplashamiz. Aka? Aka demang. Administratsiya nomerini bering. Bering buyoqqa. Nima qilib bo'l? To'g'ri gapir. Bir kun boshingizni yeydi mana shu. Kim? Bir kun boshingizni. O'chir ovozingni. O'chir. Bor yo'qol o'zing. Qayerdan kelding? San'atkor uchun haqiqiy do'st topish juda ham qiyin bo'ladi. Sizda haqiqiy do'stlaringiz bormi? To'g'ri aytdingiz, bugungi kunda haqiqiy do'st topish juda ham qiyin, ayniqsa san'atkorlarda. Lekin meni juda ham yaqin insonim bor. Men uchun eng qadrdon do'stim Murodjon, keling. Sizni bir tanishtirmoqchiman. Azizlar, meni eng yaqin do'stim mana shu Murodjon bo'ladi. Boringizga shukr ustozim. Boringizga shukr. Ustoz bitta duo qiling. Ustoz, yaxshi borib keling. Murodjon, yur Dubayda aylanib kelamiz. Dubayga menga balo bormi? Qishloqda administratsiya nomerga javob berib turaman ustoz. Ha, uyda shitdan shundoq kalit olgin, menikida turib tura qol. Shitdami kalit? Ha. Mashinam yo'q-ku ustoz. Mana mashinani kaliti. Hayda maza qilib. Umringizdan baraka toping ustoz. Salomon mazza qilib dam olib keling. Keyin zajgalga o'tkazmay ushlab qolishadi ustoz. Sen qayerdan bilasan? Bilaman endi. Mayli ustoz. Yaxshi borib keling ustoz, o'zingiz ehtiyot qiling, videolar qilib turing. Mayli. Bo'pti ustoz. Xo'p.
Shoshma, Shahbola, Shohruxxonmisan, Shohjahonmisan, urayman, tumshug'ingga tushirayman. Odam emas ekansan, bilasanmi? Men seni odam deb, bor peshinamni yig'ib navaramni to'yiga ishlab, nimaga kelmading, ha? Xizmat qilding-ku meni Shahbola. Men chet el dedim. Qanaqa chet el? Murodjonmi, bir administratorning bormi seni? Bor. Hamma pulni o'shanga berganman, nimaga kelmaysan? Nimaga berasiz unga pulni? Administratorman dedi, Toshkentda bo'ladi dedi. Orixon, seni hurmat qilib banketga chaqirgan, nimaga kelmading? Men dam olish dedim. Administrator shu o'tirgan-ku. Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Bo'lishi mumkin. Kim bu? Voy. Shohruxxon? Kim chaqirdi Shohruxxonni? Men xo'sdilar meni uyimda, nesiga chakvoz? Qanaqasiga seni uying bo'ladi? Kecha olganman bu uyni. Keng yarmiga sotib yubordi. Yaxshi bola ekan. Qiynalgan bola ekan. Nima edi haligi ismi? Murodjon. Murodjon. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage. Ustoz, shogirdlikka olmaysizmi? Shogirdlikka? Nazira, yuragimni ezma. Ketyapsan, yaxshi. Kelishmaymi, dada? Qayerga ketyapsan? Shuna bitta chiminliq kiribdi. To'xtabdi. Tog'ang sendan eshitibdi. To'yda ko'rding qancha xarajat bo'ldi. Shularni qoplash uchun ishlab kelasan, o'g'lim. Xo'p, shuni keliningizlar. Hech qochmaydi, kelganda kirib chiqaversan, xo'pmi? Samolyoting bugun uchadi, bolam. Xo'p, keliningiz bilan xayrlashib chiqay, dada. O'ylayapsanmi? O'ylayaptim. To'y. Qayerga ketyapti? Keladi. Bir aylanib ketsin. Tezroq kelsin-da, qay bo'lmasin. Keladi. Dada, shuni Bor dedim. Ayta banka bilan turtishga olgin bo'ladi. Boshqa narsa olma. Yangilik bormi? O'g'liz Rossiyada bo'lsa qanaqa yangilik bo'lsin? Mana, o'g'ling eshitganda telefon qilyapti. Assalomu alaykum dada. Qandaysan, to'y? Zo'r. Ana qo'shnimiz Jo'rabek to'yi men bilan bir kunda bo'lganda o'sha farzandli bo'pti. Zo'r bo'pti-ku. Sen u narsalarni o'ylama, sen ishni qilgin bolam. Shunga men ham borsam farzandli bo'lsammi degandim. Qayoq? Alo, dada qotib qoldingiz. Dada qotib qoldingiz. qotib qoldimi? Mashinik aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysalar yaxshi bo'laydi menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tosh. Boshdan qo'sa. Nima qilyapsiz, xudo? Xudo, odam emas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yuborib, qizimga oson tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqayi odam ket. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul hol. Pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. Bola kerak emas. Yaxshimisiz dada? Tinchlikmi? Tinchlik emas bolam. Jo'raqul akayning o'g'li dadasiga mashina sovg'a qildi. Men ham pul yig'ib qo'yganman, unda qaytaman, o'zim olib beraman. Sen idaylik, qayoqqa qaytasan? Sen pulni jo'nat, o'zim bilaman qayerda olishdi. Bozordan olaman. Onlayn ham, offlayn ham olsang bo'ladi. U qimmat emasmi? Qanaqa qimmat? Baholash xizmati bor. 1 minutda mashinaning narxini bozor narxida chiqarib beradi. Endi o'zim borganda kraska-praskasini ko'rib beraydim-da. O'zlarining servislarida diagnostikasi bor. Viber bormi?
Sen nima deyapsan? E'lonlar bo'limida 10 mingtadan oshiq mashinasi bo'lib ketdi. Yangisi ham bor, minilgani ham bor. Sen pulni jo'nat bo'ldi. Ammo qachon qaytaman, dada? Sen Alo. Yana qotib qolyaptimi? Alo. Obbo. o'chirdimi? Qaytaman deydi. Menga bu buncha qaytishga qiziqadi. Nima poylayapsiz, kelin? Nima poylayapsiz? O. Bu bechora ham qiynalib ketdi. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim. Bu onaxon kim edi? Bu xotining bola. Assalom. Zarami? O'g'lim. Rossiyada soqqani qilding. Endi farzandni qil bolam. Bechora yigit Rossiyadan pul topib keldi-yu, lekin normalniy zaqchani ham tortib keldi. Ana endi ayting siz, ular farzandli bo'la oladimi? A tur, choy poy damlamaysanmi? Voy, ovqat-poqat pishsinmi? A non-pon salat-palat qo'ymaysanmi? Bozor-mozor qilib kelaylik. Oylik-poylik tushsinmi? Ey dada, baqir-chaqir qilmaylik. Televizor ko'raylik, kino ko'raylik, kelib-pillik ko'ramiz. Qo'yga hamda pamdamni, yulduz nima? Yulduz-pulduzdan ko'ra serial ko'raylik. Dada, shu yil to'y qilaylik, biz ham uylanaylik. Kelin topdingmi? Artus gaplashing, qiz-qizni topaman. Sen mol-polga qara. Pul-mulni to'ymoyinga ishlatamiz. Yem-pemini berdingmi? Suv pulini ham berdim. Aka, tezroq uylaning, bizga ham yo'l-po'l ochilsin. O'qish-poqishingizni bitirib oling oldin siz. O'qish-poqishga borib marab o'tirmayman. O'qituvchi gapirmaydimi? Gap bilan ish pishim yo'q. Qo'shna keldi. Dilshod kelibdi-ku. Ha, qo'shni bir bayram qilmaymizmi? Tushunmadim. Uzr, sizlar oila bunaqa gaplashadi-ku. Bir bayram qilmaymizmi? Bayram qilamiz, lekin aroq-paroq ichmaymiz. Unda qiziq-pizig'i yo'q-e. Ko't-po'tingizni qoqib oling, qorporga o'tiribsiz. Hammaning ko'zi senda. Gaplaring uncha yo'q. Shunday Xush kelibsizlar, yana kiyingizlar, maylimi? Xo'p. Ya sniper misiniz ona? Bitta olay ona. Men senga dedim-mi? Ay Grijam. Baribir inomim. Yemaysan! Ay, bironta sifat shkolatiga tegmadin. Sandiqqa sap qo'yaman, yangi yilda jizanlar. O'lsin shu yangi yil. O'tgan yil Oliviya salatingizni yeyman deb dadam o'lib ketdi. Endi biz shokolad yemasdan o'tib ketamiz shekilli. Sifat shirinliklari. Onalar yashirishga arziydigan shirinlik. Assalomu alaykum. Tualetda dadam bor ekan. Otangni og'ziga. Nima qilyapti bu o'g'ling tualetda? Ko'ziga gummacha chiquvdi, shuga tualetga salom ber degandim. Siz shu paytda kirasizmi? Boshqa joy yo'qmi salom berishga? O'tirganda ham qilmadi. Yomon tush ko'rdim. Tezda borib tushingni suvga ayt bolam. Jamolar olib ketadi. Ko'rpachangga nima qilib qo'ydi? Voy, sharmadan o'lsin. O'l katta bola. Aziz bolam, mana aroqdan 100 gram ichib tomog'ing shunday yaxshi bo'ladi. Mana ichi. Qanday? So'yapsan. Dada, bu hayotda hammasi bekor. Onamni unutma. Kim ichirdi bunga? Yashaylar bolasi. Ber. Eshakka yaxshilab jemlasang, orqangdan joralanib ketadi. To'nqay. Ay, tishladi.
egiz tuqqansiz ha? Mening o'limga tepki chiqdi. Shuni bir tepib bering. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'q, pirim. Vandamisiz xola nima qilyapsiz? Dadasi, ertalab vaqtli turing, saylovga boramiz. Tushundingizmi? Saylov paylovingga bormayman. Birontasiga ovoz bering. Xohlasak borda o'rnimga borib, Leboyga ovoz berib kel. U qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi, bo'ring. Voy. Hozir. Kim bo'ldi bu ertalabdan? Assalomu alaykum, voyinkomatdan keldik. Xush kelibsizlar. Ammo armiyaga borganmi? Siz emas, ayolingiz ketadi. Nima deyapsanlar? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat shu taklifni kiritgan. Ayolingiz armiyaga ketadi. Dadasi qachon? Qayerga ketyapsan? Bolaga kim qaraydi? Qarangizingiz keraksa. Komandir ketdik. Hey! Mana aka 1 kilo qo'y go'sht. Xohlasangiz 1 kilo eshak go'shtidan ham beray, sizga eshak ekan. Eshak go'shtini nima qilaman? Jinnimisan? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat aytdi. Eshak go'shtini yesa bo'lar ekan. Jinnimi u? Nima deyapsan sen? Hey, Esmat, to'xta. Pensiya chiqdimi? Pensiyam chiqdi. 5000, to'xta 600 so'm bor. Mana 600, 5600 bo'ldi. Sen jinnimisan? 5600 ga men nima qurt olamanmi? Yedingmi qolganini? Qandayman? Siz halakan deputat bor-ku, ana shu 5600 so'mga bir oy maza qilib yashaysan degan. Keyin Rossiyadagi o'lim jo'natgan pullarni, soliqlarni to'lab qo'y vaqtida. Buni kim aytdi? Asl deputat aytdi-da. Yo'q. Kimga ovoz bergan bu xotinim? Qayerdan yuribsan? Ha, nimaga chaqirding? Ha, biz anavlarga boraylik qalam qo'shlarga. Uyat, endi shu yoshda 25-soatga tushmaylik. Dokumentalniy bo'libdi-ku. Kim aytdi? Aslan saylagan deputat aytdi-ku. Ularga shtat ham oshiribdi. Jinnimi bular? Nima qilyapsizlar bolalar? Boraylik. Dadag'ayam qani? Ayang armiyaga ketdi qizim. Sen qayerga ketyapsan yarim kechasi? Diskotekaga maktabimizga ertalabgacha diskoteka bo'layotgan. Qanaqa diskoteka? Siz tanlagan deputat yoshlarimizga ertalabgacha diskoteka qilinglar debdi. Yo'q. Tavba qildim. Xotin! Ha, nima bo'ldi? Men saylovga ketdim. Nomzodlarni yaxshilab o'rganib chiqib, eng yaxshisiga ovoz berib kelaman. Hey, meni ham nomini berib keling. Balokani yebsan, sen ham men bilan birga borasan. Yoki men unaqalar dokumentalniy bo'lishini xohlayapsanmi? Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan janonim.